Buni qaranglar, koreys aholisi farzandiga 1 yoshdan boshlab quyoshdan himoya qiluvchi SPF kalar surtishadi. Koreys qizlarini ham, o'g'il bolalarini ham yuzlari tiniq, yaltirab turadi degan savolga endi javob oldingiz degan umiddaman. Chunki ular tug'ilganidan boshlab maksimal darajada quyoshdan himoya qilib yurishadi. Yuz o'hotida eng birinchi o'rinda turadigan narsa quyoshdan himoya qiluvchi SPF kalar. Shuncha o'hot qilsangiz, lekin quyoshdan himoya qiluvchi kremlar surtmasangiz, hammasi bekor. Hozir men ko'rsatadigan SPF kalarim bu Detskiy SPF kalar. Kattalarning SPF kasi bor. Telegram kanalimdan bemalol kattalarning SPF kasini topsangiz bo'ladi. Sel formatdagi SPF kani korobichkasi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ichida esa mana bunaqa. Bu qizimga ishlatadigan SPF kan. Ko'rib turibsizlar, ranglari ham o'chib ketgan. Уже 1 oydan beri ishlatib kelyapmiz. Mana bunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Chunki qizimga men krem surtsam, injiqlik qilib yuzlarini bundoq qilib tashlaydi. Ko'zga kirib ketishdan men qo'rqaman. O'shaning uchun mana bunaqangi stick formatdagi SPF kalar juda ham bolajonlarimiz uchun udobniy chiqazilingan. Ikkinchi SPF kamiz family SPF kamiz, ya'ni oilaviy ishlatsa bo'ladi buni. Kichkina yoshdagi bolajonlarga va katta yoshdagilarga ham bemalol to'g'ri keladi. Hajmi ham juda ham katta, narxi ham juda ham hamyonbop bo'lgan SPF kalarimiz, ya'ni krem va ko'rinishda bo'ladi. Quyoshdan 50 barobar himoya qilib beradi. Himoya kuchi esa 5-6 soatlab ham sizni quyoshdan himoya qilib bera oladi. Buni yuzingizga ham, qo'lingizga ham, bo'ynalaringizga ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni plyajlarga borganda yoki cho'milishga borganda ishlatsangiz bo'ladi. Suvga chidamli o'chib yoki yuvilib ketmaydi. Zakazlarni faqatgina Telegramdan qabul qilamiz. Narxlarni ham Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi.